va oynaga qaradim, juda ham chiroyli, to'g'risi. Bu narsani kutmagandim. Kelishimdan oldin o'zi yo'lda kelayotganimda ham shu olinishini, işte oynaga qarashni juda ham shoshib kelyapman. O'sha operatsiyada ekanlar, kutib o'tiribman. Xayolim o'sha oynaga qarash. Anchadan buyon rinoplastika operatsiyasini qildirishni reja qilib yurgan edim. Instagramda Abror Ergashevni ko'rib qoldim va u kishini ishlarini, bemorlarni qay darajada o'zgartirganliklarini, birinchi navbatda tashqi ko'rinishlari zo'r bo'lganligini ko'rib, konsultatsiyaga keldim va suhbat davomida shu burnimda avariyadan keyin sinish borligini va nafas olishim shuning uchun yomonligini tushuntirdilar. Xavotirga o'rin yo'q. Ko'rinishni, o'zingiz istagan nafas olish, hayotni qaytaraman dedilar. Operatsiyadan keyin hech qanaqa og'riq yo'q, sharoitlari zo'r. Endi bu yog'iga Xudo xolisa faqat chiroyli tabassum bilan yashayman. Abror Ergashevga kattakon rahmat. Chiroyli ko'rinish va sog'lom qilib berganligingiz uchun ishlaringizga omad. Rostdan eng zo'r shifokor Abror Ergashev.